Buxoro viloyati Shofirkon tumani tungi sukunatni tezkor guruhlarning shiddatli harakati buzdi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi maxsus operatsiya davomida oddiy turar joylar niqobi ostida faoliyat yuritgan butun bir qonun buzilishi zanjiri fosh etildi. Oddiy qishloq uylarga bostirib kirganda ko'z oldingizda dahshatli manzara namoyon bo'ladi. Yashash uylari, omborxonalar va dala hovlilar barchasi qo'lbola usulda yasalgan, lekin san'at darajasidagi quvvatga ega bo'lgan o'lim uskunalarga to'la edi. Bu shunchaki mayda qoidabuzarlik emas, bu tabiat boyliklarini vahshiylarcha talon-taroj qilish maqsadida tuzilgan uyushgan qonun buzilishi rejasi. Tezkor tadbir davomida 11 nafar oltin qidiruvchilarning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yildi. Ularning yashirin sexlardan olingan ashyoviy dalillar kishini hayratda qoldiradi. 1065 qop. Ha, adashmadingiz. 1000 dan ortiq qopda yashirincha olib kelingan tarkibida tilla zarralari bo'lgan qumlar. 59 kilogramdan ortiq maxsus qozonlarda kuydirilib, ajratib olishga tayyorlangan tilla qum qorishmalar. Uyni larzaga keltiruvchi kuchli elektr dvigatellar, gaz ballonlar, ulkan qozonlar va maxsus tegirmonlar. Bularning barchasi xonadon ichida aholi tinchligiga xavf solib ishlatib kelingan. Guruh a'zolari ishni shu qadar pishitganki, tunda hamma uxlayotgan paytda ular tilla qumlarni tashish va qayta ishlash bilan shug'ullangan. Tezkor tadbirlar jarayonida ushbu faoliyat bilan shug'ullangan 30 dan ortiq maxsus yuk mashinalar va texnikalar aniqlanib, jarima maydonchasiga joylashtirildi. Endi bu qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarning qilmishiga qonun o'zining keskin bahosini beradi. Oson boylik orttirish ilinjida o'z uyini kimyoviy laboratoriyaga aylantirish, tabiatga va jamiyatga zarar yetkazish jazosiz qolmaydi. Hozirda holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ogoh bo'ling. Oltin vasvasasi panjara ortiga yetaklaydi.